Assalomu alaykum. Men Urumchidan Anvar ismim. Urumchi tug'ilib cho'ng'igan, hozir Istanbulda yashayapman. Men hozir ikki kishi to'g'riliq guvohlikdan o'tmoqchi. Biri Urumchi Jigitlik masjidining xotibi, imomi Abduvahab Damollam to'g'riliq. Yana biri Urumchi Cho'ng bozor masjidining imomi Abdurim Damollam to'g'riliq. Başta ben Abduvahab Damollam'la kısaca tanıştırıp ötey. Abduvahab Damollam özü Urumchi Anakçı'da doğulgan. Keyin İslam Üniversitesi, Urumchi'deki İslam Üniversitesi'ni bitirip 99 yılı Jigitlik masjidga imam bo'lib kelgan. Shundan beri Urumchi'deki Jigitlik masjidda imamlik qilib kelyapti. Yaqinqi uchurlarga qaraganda o odamning 17 ekanligi to'g'riliq bir puchurga erishib qoldim. Shu to'g'riliq guvohlik beraman. Bu odam o'zi dinni so'ydigan ham bir ma'noda birga yashashga ichim serildi. Shuning bilan chidamay guvohlik berish qaror qildim. Yana birisi Abdurim Damollam, xalqaro cho'ng masjidining imomi, xotibi. O odamning kampida yoki turmada o'lib ketganligi nomli xabar kelib qoldi. Şu to'g'riliq guvohlikni berman. Bu bolami Abduvahab Damollam bilib billa shu Islom Üniversitesini bitirgan, birga o'qigan saboqdosh ikkisi tang imom masjidi qilgan. Bu odam xalqaro cho'ng masjid imom bo'lgan. Bu odamning o'lib ketganligi xabari keldi. Shu to'g'riliq guvohlikni beraman. Bu bolami o'zi Bertalada cho'ng bo'lgan. Keyin Urumchiga kelib o'qib, Urumchidagi shu cho'ng bozorga imom bo'lgan. O balının başına bilip ketkenlik doğruluk aytdı. Şum haber kelip içimizni qattiq etishdi. Şu doğruluk guvohlikdan bermoqchi. Barliq qarindoshlarni bundaq bir jiddiy masalalarda yurak holda o'tirib chiqib guvohlikdan berishini samimiy tavsiya qilaman. Men davomliq uchurlarga erishsam guvohlik berishga tirishman. Men xalqaro jamiyatning Xitoyning shu qattiq zulmini jiddiy to'xtatishni talab qilaman. Xalqaro jamiyatning shu masalalarda Xitoyga jiddiy tadbir qo'llanishni talab qilaman.